Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 1 metr materialdan 7-8 yoshlik qizaloqqa ko'ylak bichamiz. Eniga 1,5, uzuniga 1 metr material. Bel aylanasi 54 cm. 54 cm-ni 3,4 ga 3.14 ga bo'lamiz va shuni tepadan mana belgilab tushamiz. 17 cm bo'ladi. 17 ni belgilab mana aylantirib chizib chiqdim. Mana bu materialni uchidan boshlab 17 ni belgilab chizib chiqdim. Endi pastga 35 cm ni belgilab chizyapman. Yubkasi, ya'ni beldan pasti 35 cm bo'ladi. Mana bu tepadagi belni diametri tepadan 17 cm dan tushdi. Etagi yubkani uzunligi bo'lsa 35 cm dan tushdi. Endi buni qirqib olamiz. Har doim belni kattalarda ham diametrini bilish uchun yubkasi yarim quyosh polusolnце bo'ladigan bo'lsa 3,14 ga bo'lamiz. Ya'ni 3.14 ga bel aylanasini. Agar to'liq quyosh, choksiz quyosh bo'ladi, to'liq quyosh bo'ladigan bo'lsa 6,28 ga bo'lamiz. Ya'ni 2 barobar. 3,14 3,14 ni 2 ga ko'paytiramizda 6,28 ga bo'lamiz to'liq quyoshni. Endi belgacha uzunlikni chiqaramiz. Menda material oz, 1 metr. Belgacha uzunligimiz 25 cm qilamiz. 26 qilsak ham bo'ladi. Bo'yin aylanasiga 6 cm. Tepadan pastga 8 cm, aylanasiga 6 belgiladim. Yelka kengligiga tayyor 7 cm bo'ladi yelkasi. Ikki tarafdan chok haqi qo'shib 9 cm deb belgiladim yelka qiyaligiga. Proymaga 17 ni belgiladim. Endi mana bu umumiy yelka kengligimiz 15 cm bo'ldi yelka kengligi. Shunda ikki yoyganimizda 30 bo'ladi. Tikilganda 28 qoladi yelka kengligi. Ko'krak aylanasi 18 bo'ldi. Shuni qirqib olamiz. Endi orqa tarafni qirqamiz. Orqa belgacha uzunlikda. Bu yerdan yengib olaman. Chunki orqaga mana bu tepa tarafdan qilsak ham bo'ladi. Yeng uzun. Bu yerga yengda olaman. Yeng butun chiqish uchun. Yengni uzunini 40 cm qildim. Eniga 17 cm qildim. Ichkariga 10 cm kirdim qo'ltiq tarafdan. Yengni etagi shunday klosh bo'yicha, keng bo'yicha qoladi. Endi mana bu yengni uzuni 40 cm bo'ldi. Buni etagiga yana tigirli materialdan nima qilaman? Qo'shaman.
choklari bilan 42 santimetr bo'lib qoladi. Tayyor, yengdi tayyori. Yelkani tepasini qirqib pitichka qilib belgilab qo'ydim. Endi mana bu oldi belgacha uzunlikdan foydalanib orqani ham bichaman shunga qarab. Endi mana bu oldi belgacha uzunlikni, ya'ni oldi tarafini qo'yib, shundan foydalanib orqasini bichaman. Faqat chizib olaman. Keyin material ozligidan ham fasoni yaxshi chiqadi. Mana oldi tarafiga relyef tushirdim. Mana bu yetmagan joyiga orqasiga ham material pastrog'idan relyef kiritib olaman. Bu qilish shart emas. Material bemalol bo'lsa, o'sha butun bo'yicha ham bostirib olsak bo'ladi. Endi material oz uchun relyef tushirdim yon tarafiga klinga o'xshatib. Endi shunda ham fason bo'lib qoladi, chiroyli ham material yetarli bo'ladi. Mana bu bo'ynidagi stoyka yoqasini kasoy qilib bichib oldim.